Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sollallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 146-hadis. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ayollari qazoyi hojat uchun tunda manosihga chiqishardi. U baland va keng joydir. Umar Nabiy sollallohu alayhi vasallamga ayollaringizni parda ortiga oling der edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa buni qilmas edilar. Kechalarning birida Nabiy sollallohu alayhi vasallamning zavjalari Savda bint Zam'a oqshom vaqti tashqariga chiqdi. U bo'yi uzun ayol edi. Umar hijob haqida oyat tushishini qattiq istagandan unga: "Hoy Savda, biz seni tanib bo'ldik", deb baqirdi. Keyin Alloh hijob oyatini nozil qildi. Manosih deb aslida baland va keng joyga aytiladi. Bu yerda esa o'sha davrda Madina shahri tashqarisidagi qazoyi hojat uchun chiqiladigan maxsus kenglik nazarda tutilgan. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 147-hadis. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollarga qazoyi hojat uchun chiqishingizga izn berildi dedilar. Hishom, ya'ni ochiq haloga degan.